ichilar shu ya'ni. Ha, saqlab turish. Saqlab turish uchun qanaqa to'g'risi ishonmagan edim. Mazasi o'zi saqlanib qolmasa kerak. Spet ham qilish olmay qolishdi. Men endi konserva qilish ham qanaqa ekan, nima ekan deb anaqa qilganman-da. Ha. Hozir aka siz chalg'itmasdan endi ozgina suhbatga tortaman. Bir ikkita savollar berib turaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Bugun yarim tonna osh qilinadi, xudo xolisa. Shunaqa atrofdami? Xolisi undan sal oshiqroq ham. Shu konservalangan oshni birinchi g'oyasini aytganlarida qanaqa qaragansiz? Haligi ajoyib tuyulganmi? Endi bunga hozir 15 yil bo'ldi aytganlariga menga. To'g'risi ishonmagan edim. Ya bu Bo'lmasa kerak. Bo'lmasa kerak degan narsa edi. 2014-yili dekabr oyida shu yerda, shu joyda 6 ta qozon bilan boshlaganmiz. Men endi konserva qilish ham qanaqa ekan, nima ekan deb anaqa qilganman-da endi. Ha, qiziq tuyulgan juda ham. Yana bitta muhim jihati biz birinchi marta buni konservalanganiga kelganimizda saqlanib turishligi uchun nimadir kimyoviy vosita qo'shilsa kerak deb o'ylagan edik. Hech qanaqa hech narsa qo'shilmas ekan. O'sha laganga qandoq suzilsa xuddi o'sha konservalanar ekan. Mana ko'zimiz oldida shunday olinadi. Konserva. Issiqlik paytida suzamiz. Suzganimizdan keyin bular sapda yopib, sirazi Sterilizatsiyaga solinadi. Sterilizatsiyaga solinadi. Ko'rdik, vaqt o'tsin dedik, vaqtdan o'tdi. Yo'q, hamma mazasi o'zgarmagan. Maza o'zgarmadi. Katta rahmat. Siz chalg'itmaymiz. Yana kelgan ish jarayonlarida savollarni tug'ilsa beramiz. Rahmat. Rahmat.